O'zbekiston azaldan buyuk bunyodkorlar yurti bo'lgan. Bugun ham bu an'ana davom etmoqda. Zamonaviy qurilishda Vero gipsokartonlari yangi mustahkamlik standartini belgilayapti. Bugun ham biz o'sha an'anani davom ettiryapmiz. Mustahkamlik biz uchun tarixiy qadriyat. Endi bu qadriyatni Vero gipsokarton saqlab qolmoqda. Bu yerda har bir g'isht, har bir devor 1000 yillik tarixni saqlab kelmoqda. Ular qanday qilib shuncha asrlar davomida mustahkam turibdi? Chunki bu yerda sifat va ishonch ustuvor bo'lgan. Amir Temur davridan boshlab har bir qurilish jahonni lol qoldirgan. Bugun ham bizda bu narsa o'zgarmadi. Vero bilan sifat va mustahkamlik birinchi o'rinda. Kecha tarix, bugun Vero.